Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha sizlar bilgan Retro Cars. To'g'risi, oson bo'lmadi bu bamperni topish, chunki ideal ravishda ushalgan ekan. Xudo xolisa, kraskadan keyin ko'rasizlar, mashina juda ham ochiladi. Hamma nuqsonlari chiqdi va buni bamper qo'yganimizdan keyin va nihoyat kraskaga topshiramiz. Yangi bagaj ham qo'ydik. Umuman ovoz yo'q bagajda bor-ku. To'g'risi maza qilman o'zim ko'rib. Sovet ittifoq davlatlariga to'liq rangda kirgan ekan. Oq, sariq, qaymoq rang va qizil rangda. O'rtoqlar, Retro Cars Uz kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, like, kommentlar. Bu hammasi biz uchun muhim. Sababi bundan keyingi tanlanadigan mashinani sizlar aniqlab berasizlar. Yozinglar kommentda qaysi mashinani obzor qilib, eski mashinani topib, restavratsionniy zavod holiga olib kelishimizga aynan siz sababchi bo'lishingiz mumkin. Hamma retro mashina haydaydigan akalarga tanishligi yuborib qo'yamiz, ular ham ko'rib maza qilishsin. O'rtoqlar, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi qo'yayotgan videolarimizdan hammasidan xabardor bo'lasizlar.